Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi videoda elektron raqamli imzoni olganingizda beriladigan murakkab parolni qanday qilib o'zingizga osongina moslab olish haqida gaplashamiz. Demak, buning uchun biz Google ga kiramiz. Qidiruv oynasiga mana shu so'zni yozamiz. Demak, bu yerga kirganimizdan keyin yuridik shaxsning kabinetiga kirishni bosamiz. Elektron raqamli imzo orqali va kalitimizni qidiramiz. Mana shu kalitni parolni o'zgartirmoqchiman. Demak, parolni o'zgartirish qismiga bosamiz. Okey. Я согласен. Eski parolni yozamiz. Endi yangi parolni yozamiz. Yangi parolni qaytadan yozamiz. Shu bilan yangi parol o'rnatilgan hisoblanadi. Istalgan saytga o'sha yangi parolni tergan holda kirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa yozing.